aholini qiynab kelayotgan muammolarni o'rganish va unga aniq javob topish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri sanaladi. Respublika ishchi guruhi vakillarining har bir hududda olib borayotgan ishlari fuqarolarga munosib turmush sharoitini yaratib berishda va ularni qiynab kelayotgan muammolarga yechim topishda katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Kichik Guldursun mahallasida yashovchi Azizbek 1981-yilda tug'ilgan. Birinchi guruh nogirona, oila ijtimoiy himoyaga muhtoj. Bu muammolarni yechib berishda ular ishchi guruh vakillariga murojaat qilishdi. Mendan keyin bu bola kim qaraydi bilmayman. Bu turgan nevara meni hukumat berdi kolasiga. Sinib qoldi, 3 kunga yetmadi. Keyin 3-4 yildan keyin borsam pul to'laysan dedilar. 100 ming so'm ovuştirib bilmadim xo'jaligimdan. Olib bera olmadim. 100 ming so'm so'radilar. Azizbek. Ya assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bormisiz? Sog'misiz? Omonmisiz? Bolalar, Oilangiz tinchmang. Nevaralaringiz? Tinchmang. o'zingiz. Rahmat. Yaxshi. Azizbek, omonmisiz? Sog'misiz? Tinchmisiz? Yo'lim tushdi Urganchga. Bir ko'rib ketaydi. Rahmat. Ta'mirlanib. O'sha paytda oilaga yordam berildi deb hisobot berishuvdi. Endi shu bilan bo'ldi, shu hisobot bilan. Ular qaytib kelmaydi deb o'ylagan bo'lishlari ham mumkin. Xo'p deb ishondim. Lekin bilmaydiki, vaqt kelib erkin yana kelishini-da. Shu bo'yicha erkin ketdi deb o'ylaydi-da. Shu uyda necha jon yashaysiz? 8 jon. 8 jon. 3 nogiron. Yoshdan ko'rsangiz. Qish kelyapti. O'tin qildim. Qo'shnilardan sotib oldim. Dal-daraxtlarni. Ko'mirchi. Ko'mir olmadingizmi? Ay, ololmadim. O'tindan qancha qarz bo'ldingiz? O'tindan 5 million bo'lish kerak u. O'tindan, ha? Chorva nechta, chorvangiz? Chorva ikkisi bor. Yog'i, buzog'i bilan. Bittasini mana qizil bilan o qizilni oldi sotilgan. Bu ikkilasi sotilgan. Buni sotib yubordingiz, ha? Birisi qoldi. Nimaga sotdingiz? Zarur, qarz ko'p. Ro'zg'orga. Boshqa iloji yo'q. Pensiyalar magazinda yotibdi qarz. Mana bu naveshni nedan ishladim. Taxta bozor qarz berdi. Mana bu naveshni. Unda bir plastik yotibdi. Her oyda ishlaydi-da. Amaki bu tiko qayerdan kelgan? Bu teko 5 yil oldin sobiq hokim Avizov Saidamat mana shu o'g'limga sovg'a qilib ketdi. Maşallah. Kam bo'lmasinlar. Yana qanday yordamlar ko'rsatildi? 3 yil oldin bir kishi keldi. Ko'chira farishtani xorij xarajat olib keldi. Bir qator kiyim-bosh bilan keldi. Yangi kolyaskaga mindirib ketdi. Kolyaskasi yaxshi chiqdi. U bola kim edi ismi? U bolani ismi Alisher. Alisher bo'lsa kerak. Alloh rozi bo'lsin shu yigitdan. Xudoning martabasi ulug' bo'lsin. Xudoy berganiga davlat nima qilib berdi? O tepadagini qo'yib berdimi? Tepadagini qo'yib berdi. Qachon qo'yuvdi? 3 yil bo'ldi. 1 yil ishladim, ey. 1 yil ishladi. Hech qanday Naf sezmadingizmi? yo'q. Olib ketaversa da bo'ladi. Yashash kerak-ku, to'g'rimi? Yashash kerak. Bu xonani o'zingiz bitqazdingiz, ha? Tamam. Xolodilnik bilan gaz Yerazon magazindan. Kredit magazin bor boshqa. Shundan olib keldim, to'ylab o'tiribman. 500 ming to'laysan har oy. 500 shu pensiyadan berib qo'yibmiz plastik tashab. Pensiyangiz qancha? Bank olaveradi.
Pensiya 750 mening pensiyam. 750. Ayolingizniki-chi? 12 menden ham az. 600. İkkalangizki 1 milyon 300 atrofida. Aktıkta 2 pensi neye kadar fakat doğrusunu doğrudan anlattı. Bir doğrusu bitini yapalım. Bu xona nima bo'ldi? Yurdu barnaga mo'ljalladi geldi. Bu banya. Öyle çırmaşını 4 yıl, 5 yıl oldu. Evvelce aksakal, o şey beşara alıp veriyordu. Kam Zor bo'lmasa. işlep duruyordu. Bolalar qayerda? Görürsün mü? Ha? Patinkede yürüyorsunuz. Yo. Böyle bayağı göreceğim cahiliz. Ha. Ay kurtarma oynanmaydı bu. Azbek. Şuraya gel. Uğrak tanıydı mı? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Sog' omonmisiz ukam? Tanidimmi meni? Tanıydı, anladın mı? Tanıydı. Meni tanidingizmi? Ha. Evet. Anyaktan geldi. Şoktan geldin mi? Sonra şu tuttu. Yaxşı işte. Davra qayerda? Kelin o'g'il yotib qoldimi? Yotib qoldi. Qancha bo'ldi? 2 yilcha bo'ldi. Hozir nechiga kirdi bu bola? Keçide adam yürürdü, yıkılıp düşerdi. 24. 24 kirdi. Ukalari Maktabda Ulan gruppada. necha yosh u? 13 yaş. O'g'il bolami ham? O'g'il bor. U ham bemor a? Bemor. Maktabga boryaptimi? Boryapti. Nima bezovta qilyapti? Yurak tarafi. Yurak. Keyingisi qizmi? Keyingisi. Yaxshimi qizingiz? Ha, Necha yosh? 19 bo'ladi. Maktab bitirdimi? Bitirdi o'qishda. Qayerda? Urganchda. Urganchda Qaysida o'qiydi? Jahon Tillari Universitetida o'qiydi. Matematika, fizika bo'yicha. Maşallah. Yani, bilimi yaxshi. Matematika fakultetida Matematika. yotoqxona berganmi? Berdi o. O'qishda to'lovlari Yo'lsini to'ladik kontraktini. kontrakt qancha to'ladingiz? Qancha to'ladiysan? 4 millionday to'landi. 4 milyon. Kim to'ladi? O'zlarimiz to'ladik shu. Sotdik ammo bir safar. Sigirni sotdinglar a? O qiz bir haftada bir keladimi? Ha. Har 6 kun keladi. Qancha pul berasiz ketishiga? 50dan ko'p beramiz. Ering inson bugungi kunda qariyb 4 dollar bo'lyapti-da. Qo'liga yana oziq-ovqat, Uyda xarajat beraman. Ovayishni. piyoz. Piyoz kartoshka. Tejab ishlatadi. Bu hokimiyatdan kimdir keldimi? Keldi, yozib ketadi, tushib ketadi. Nima bu? Qanday muammang bor deydi. Ha. Muammo bir kitap bo'ldi uning yozganlari. Yozadi, chizadi, ketadi, tamam. Avval. Telefonga tushirib oladi. Ha, telefonga tushirib oladi. Ketdi shuning. Kalaski bultir berdi, bu yil уже yana sinib boshladi. Ha. Bu bolaga kalaska kerakmi, kerak emasmi? Yo'q. Shu turishi. O'tirolmaydi. O'tiradi, yiqilib tushadi yana. Xo'jayingiz qayerda ishlaydi? Shu Elotda Mardiga. Qo'radagi molni sotdinglar. Satıldı yani. Qizni kontrakti Buna qo'shnilar. o'tindan qarzni yopish uchun, do'kondagi qarzlarni yopish uchun. Temir daftarda turasizlarmi? Bu temir doktorda Nima oldinglar? Bu yil mana 11 oy o'tdi-da, mahalladan deymiz endi, hokimiyatdan-da. Nima oldilar? Hech narsa olmadi. hech narsa. 1 million olindi. Bo'lgan turingin. 1 million? 1 million olindi. 3 oydan eldimizda shu oyda. Shu yil bo'yi 1 million. 1 million 200 mi? 1 million 1 mi? million. 1 milyon. Tushda pul. Men yozilgan Kelin nima iltimosingiz bor mana shu ro'zg'orni yengillashtirish uchun?
Hech narsa aytasim yo'q. Bitmaydi. Xudoning bergani o'zlarimiz astan Qarzobod sakam ishlab turibmiz. Allohdan kutamiz. Ben kaçan arız kılsam, yoki hokimning plyomuna kirsam, keladilar, daftarga yozadilar, kameraga oladilar, shuning bilan ketdi, tamom. Qaytib kelmaydi ular. Zorlana bora men charchadim. Endi hech qayerga bormayman. Faqat Allohga ishonaman. Kunini qanday o'tkazadi? Singlim televizor ko'radimi? Televizor ko'radi, telefon o'ynaydi. Dalaga olib chiqasizlarmi? Yo'q, olib chiqmayman. Sudurga berib qoladi. Sizni nimaga tinglashmaydi? Kambag'al. Shu, ben sana giderim. Bizlerin kemçiliğimiz, kemmalçılık ayıbımız. Başka nima? Doğru mu? Ichkariga hojatxona qildinglarmi? Yo'q, qilib bilmadik shuni. Bu yerga qatnayaptimi? Ha, shora qatnaydi. Uymalab chiqadi. Uyni ichida sharoit bo'lmadi. Yo'q. Kalaska so'radinglarmi? So'radik. Ha. Toshkentdan bir Rus kishi ya da internetten ötüp şuna bir kalıyoruz ki Taşkent'ten iyi verdi. Yani Shu ahvolda kelganlar ko'rdimi? ko'radim ben. Kancha ko'rdi. Kancha resimde olup gittiler. O'zgarish. Yok. Yozda kalaskida ozgina o'tirib yuvintirib qo'yamiz, qishim bilan yuvintirib olmayman. Kutarib bilmayman ham, netban bilmayman. Endi yozda yuvintiraman. Yolda Kalaskida oturma yerinde. Ko'na kalaskida o'tirib yuvintiraman. Bunu ko'tarib bo'lmasa, rayonga solib bo'lmasa. Yuvinish qiyin bundan. Yuvintirib bilmayman. Juda kerak bana. Ko'p yig'laydi o'tirib. O'tirib yig'laydi. O'tirib qo'lliq kelsa yig'laydi. Xudoga omonatsiz. Sog' salomat, tinchlik, omonlikda uchrash nasib etsin. Rahmat. Sog' omon bo'ling. Yaratganning o'zi qo'llasin sizni. Sizni ham. Doimo Xudoga omonatsiz. Sog'lik Xudoyim. Qo'llaringizni qarang. Ey, Halol qo'llar. Xudo bor. Ikki dunyo ne'mati saxovati bilan sharaflanib yuring. Siz jannatli insonsiz. İlahim Xudoyim. Doimo sog' omon bo'ling. İlahim yaxshi. Omon bo'ling.